Xo'p, juda ko'p mijozlarni berayotgan savoli uteplenni qildirsak foydasi bo'ladimi? Chunki bu arzon narsa emas. Endi men qanaqa foydasi borligini tushuntirib beraman o'zimning uyimda. Xo'p, bugun 5-noyabr, ko'chada harorat -1. Endi meni uyimda ataplenani o'zim yoqa olmayman bemalol. Qaranglar, 25 gradus uy harorati atapleni o'chiq. Men hali umuman ataplenani yoqmaganman. Men 13-etajda turaman. Meni uyim торцевой часть, lekin mana shu oynalar hammasi bizda panoramniy, yarim g'ish. Mana shu iminni oyna taraf yarim g'ish, ustidan utepleniya qilingan, полный dom utepleniya qilingan. Mana bu yoq beton utepleniya qilingan, полный торцевой, hamma joyim. Bu manzara. Nima demoqchiman? Uyda bemalol ataplenani yoqmaganmiz, lekin mana futbolkada bemalol yuraman uyda. Bu haqiqatdan effektivniy narsa. Agar sizga ham shunaqa moshni utepleniya kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta Teplomasterga murojaat qiling.